Obunachi uchun bitta daraxt ekamiz. Xo'p, bu loyihamiz bo'yicha ekkan edik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 xullas 33 ta ekilgan. Do'stlar, 33 tadan 3 ta qator, ya'ni umumiy, ya'ni bitta qo'shimchasi bor, mana hamarati. Yonida bitta dona qo'shimchasi bor, u 100 ta. O'psi 100 ta ko'chat ekkanmiz bu yoqqa. Xo'p. O'shanda 1000 ta obunachi uchun o'zi biz ekib bo'ldik. Do'stlar, ortiqchasini ham boshladik. Mana bugun kelib ekishga qiziqib ketib qoldik. Yoni ham ko'rib chiqdilar. Yangi texnika oldik arendaga. U bilan boshladik. Hozir yana 67 ta ko'chat olib kelganmiz. Plus oyoqqa ham 12 ta ekdik. Ularni ham ko'rsatib beraman. Mevali daraxt ular. Xudo xolisa mana shu polni bog' qilamiz. Nasib keyin naryoqqa o'tamiz. Narigi tarafga o'tishingiz bo'ladi. Xullas mana mevali daraxtlarimiz sal uzun bo'lib ketdi-yu, reis. Bu tarafda yong'og'imiz qo'y ekib ketgan edik. Mana ko'karish boshladi bu. Yangi ekkanmiz buni. O'zimiz ekkanmiz. Bular mana ko'karish boshladi. Mana bu yerda hozir o'rigimiz kutib turibdi ozgina. Xudo xolisa ham ko'karib ketadi. Olmamiz bor. Xullas mana shu yerda polni mevali daraxt qildik. Bu tarafga ekamiz. O'tirishibdi. Dam olib qazi bo'lishdi. Hozir o'zim to'xtatdim videoga olish uchun. Xullas shunaqa kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang. 10 ta obunachi uchun bitta daraxt ekamiz. Xullas shunaqa gaplar. Tasavvur qilsam, bizda 100 ming ta obunachi, bu yoqda 10 ming ta daraxt. Bizda 1 million ta obunachi, bu yoqda 100 ming ta daraxt. Ya'ni bu yoqqa sig'masa ham kerak deb o'ylayapman. 1 million ta obunachi uchun 100 ming ta daraxt. Tasavvur qiling. Qanday bo'ladi? Mana shu o'xshi qishloqda bo'lmasa kerak bu. 100 ming ta daraxt. Xullas, sig'ganimcha shotga, sig'masa boshqa qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.